Siz ham pravaga imtihon topshirayotganda parkovka qila olmayapsizmi? Unda men hozir sizga hamma sirlarni o'rgatib qo'yaman. Gruzovoy avtobus to'g'riga degan znak turadi. Yo'ldan bako'yi chiziqqa to'g'rilab, har doimgidagi yo'lni burib yo'lakka kirganingizda mashinani o'rtadan to'g'rilab olib kelishingiz kerak. 10 tarafga yaqin bo'lib qolmasin mashina. O'rtadan kelasizlar. Shu ko'rinishda bako'y oynani tagidan oq palasani ko'rib to'xtatishingiz kerak. Birinchi sariq, keyin oq palasa ko'rinadi. Ikkalasi ko'ringandan keyin to'xtatib, bako'y oynadan ikkita garaji chizig'ini ko'rib to'xtatamiz. Bako'y oynani pastga tushirilgan holatda. Skor zadni ko'ramiz, rulni turgan joyda hammasini buramiz. 1,5 оборот rul buriladi. Sekin o'zingizlar tomon bako'ydan qarab kirishni boshlaysizlar. Balon sariq palasaga tegmasdan o'tishini ko'rib kiramiz. Bu tomonda bosadigan narsa yo'q hozircha. E'tibor berasizlar, mashinani kuzovi bilan chiziq bir xil tekis holatga kelganda mashinani to'xtatishimiz kerak. Shu joydan o'tib ketmasin. Mashina oldiga qarab mana to'g'ri bo'ladi, to'xtatib olamiz. Rulni joyiga to'g'rilaymiz. Burilgan rulni 1,5 оборот joyiga to'g'riladik. Endi orqadagi oq palasaga kontrol liniyaga balonni chiqarib to'xtatishimiz kerak. Balon oq palasaga mana chiqdi. 3 sekund joyida turib, monitor fiksatsiya qiladi. Undan keyin yana bir ko'rib, xuddi shu holatda chiqib ketamiz. Yana xuddi shu bako'y oynamiz yerdagi chiziqdan o'tganida rulni burishimiz kerak. Mana bako'yimiz o'tdi, hammasini burib rulni chiqib ketamiz. Garajdan chiqayotganda yo'l berzanak bor, e'tibor beringlar. Chap qo'ldan mashina kelayotgan bo'lsa yo'l berasizlar. Mashina bo'lmasa, to'xtamasdan chiqib ketsa ham bo'ladi. Hop, sizlarga yana bitta orientirni ko'rsataman. Birinchisi chiziq edi. Yana bitta chiziqqa qiynaladiganlar uchun, Toshkent imtihon markazida topshiradiganlar uchun bu narsa. Yelkaga xuddi shunaqa qizil fishka turadi. Yelkalarga yonma-yon olib kelib to'xtatasizlar, bo'ldi, shu joyda to'xtagan bo'ladi. Bu yog'iga zadniga urib, olib kirsanglar, mashina o'rtadan kirib boradi. Esdan chiqarmanglar. Obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videoda qanaqa qilib parallelniy parkovka qilishni o'rgataman.